qilmaydigan onalar. Bu Xadija Kubro Tonyar tomonidan yozilgan kitob bo'lib, unda farzandlarni baqirmasdan, urushmasdan va qo'rqitmasdan tarbiyalash usullari haqida so'z yuritiladi. Kitobda ona va bola o'rtasidagi tarbiyaviy ahamiyatga e'tibor qaratilgan. Bu asar ona va bola o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilashga yordam beradigan qimmatli maslahatlar bilan to'ldirilgan. Farzandingizni hurmat qilasizmi? Albatta, yaxshi ko'rasizmi deb so'ramoqchi emasmiz. Chunki millati, irqi va dinidan qat'iy nazar ona maqomidagi zot borki, farzandni o'z jonidan bir necha karra ortiq sevishi shubhasiz. Ammo yaratgandan beg'ubor bir omonat, go'zal hadya bo'lmish bolamizga munosabat ko'rsatish, farzand tarbiyasidagi to'g'ri yo'lni tanlay olish, uning shaxsini qadrlash har doim har birimizning qo'limizdan kelavermasligi rost. Qo'lingizdagi mazkur kitobni nafaqat farzand o'stirayotgan onalar, balki turmush ostonasidagi qizlar ham o'qib ibrat olishlarini tavsiya qilamiz.